Kimin bir bor bag'ringga bosay, sizni yaxshi ko'raman. Qadringizni bilmaganim bor, aytganingiz bilmaganim bor. Kechirimlar so'rayman takror. Dadam, so'zlarida mehri bor dadam, kamtargina pokisor odam. Dada sizni yaxshi ko'raman, jon dadam qora desa, kamtar dadam pokisor dadam. Dada sizni yaxshi ko'raman. Dardinga o'ralgan dunyo, tashvishlardan yaralgan dunyo. Hamki kunda quchib qo'ymasam hamki, dada sizni yaxshi ko'raman. Joningiz bunchalarim keng, jon bolama jonim bor. Tug'ilgan kunlar muborak. Bugungi kun muborak bo'lsin. Qalbingiz doim nurlarga to'lsin. Yashang bu dunyoda o'ynab kulib. Tug'ilgan kunlar muborak bo'lsin. Rahmat. Yangi kunlar muborak bo'lsin. Salomat bo'linglar. Mayli, to'xtab borib qo'yasiz akajon. To'xtab borib qo'yasiz. Rahmat. Umrlaringiz uzoq bo'lsin. Salomat bo'linglar. Ha, ichkariga qo'yib qo'yasiz. Assalomu alaykum. Mehribonlarim, davlatim odam. Tug'ilgan kunlar muborak bo'lsin. Charchamayapsizmi? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Bezovta qilmadikmi otajon? Kutuvdingizmi? Yoningizga kelishimizni, sizni tabriklashimizni kutuvdingizmi? Umuman kutuvdingiz, ha? Umringiz uzoq bo'lsin. Tug'ilgan kunlar muborak bo'lsin. Doim baxtingizga sog' salomat bo'ling. Tabrikka kim tomonidan tashrif buyurdik deb o'ylaysiz, otajonim? Bitta mikrofonni otajonimga berib qo'yingizlar. Eshitaylik, Ahmad amaga. Otajonim, sizni yoningizga kim tomonidan tashrif buyurdik deb o'ylaysiz? O'g'illar, qizimiz. Rahmat, umrlaringiz uzoq bo'lsin. Otajonim, sizni yoningizga, sizni juda ham yaxshi ko'radigan, sizni dunyolarga aralashmaydigan, doim xursandchiligingizga sababchi bo'lishdi. Sizni tabassumingizni ko'rishdi. Sizni doim qo'llab-quvvatlaydigan tog'im deganlar odamlarning yonidan tashrif buyurdik. Bu farzandlaringiz bo'ladi, umrlaringiz uzoq bo'lsin. Bitta farzandlarga qarsanglar bo'lsin. Juda ham harakatli bo'ldilar, umrlaringiz uzoq bo'lsin. Farzandlaringiz bilan suhbat bo'lganimda aytdilarki, otajonimni juda ham yaxshi ko'raman. Davlatim otam bo'lganlar. Nimalarga erishgan bo'lsam, nimalarga harakatda bo'lgan bo'lsam, hamma narsaga otajonimni mehrlari bilan, otajonimni qo'llab-quvvatlaganlari bilan, otajonim meni yiqilgan paytim ko'targanlar. U xotirgan paytda qalqonday turgan insonlar edi. Otajonim, shu fursatdan foydalanib, barcha yaqinlarda, farzandlaringiz nomidan sizga bitta gap aytmoqchiman. Sizlarni juda ham yaxshi ko'ramiz. Baxtimizga sog' salomat bo'ling. Umrlaringiz uzoq bo'lsin. Chunki hozirgi vaqtda eng katta boylik pul-mol dunyoda deydi-da, lekin hozir shunga amin bo'ldimki, eng katta boyligingiz mana. Sizlarning o'g'illarlaringiz, yaqinlar, insonlar, Katta boyligingiz mana. Bu joylar katta onamiz, umrlaringiz uzoq bo'lsin. Bittasi. Hozirgi vaqtda eng katta boylik pul-mol dunyoda deydi-da, lekin eng katta boyligimiz bizning yaqinlarimiz, farzandlarimiz. Umrlaringiz uzoq bo'lsin. Otajonim, doim baxtimizga sog' salomat bo'ling. Lekin otajonim kelganimda meni anglashibdi-da. Otajonim 45 yoshli bo'ldi dedi, lekin 18 yoshga kirgan dedi. Umringiz uzoq bo'lsin. Doim mana shunday yosh ko'rmang, yosh ko'rinib yuring, yuzingizdan tabassum arimasin. Tug'ilgan kunlaringiz muborak bo'lsin. Otajonim, farzandni mehrini qarangki, naqadar kuchli. Farzandlaringiz siz uchun she'r aytib berganman. Hamma farzandlarni sahnaga taklif qiling, otajon, o'tib oling.
otajonimni yoniga turib olasiz. Sizga hech she'r aytib berishganmi? Farzandlaringiz aytganmi? Yoshligida aytib turaydi. Yoshligida aytib turaydi. Otajonim, siz uchun atalgan she'r bor. Otajonim, aynan siz uchun atalgan she'rlarni tayyorlab, katta o'g'lingiz otajonim uchun atalgan she'r bor. Ancha vaqtdan beri aytolmagan gaplarim bor. Shuning uchun aynan Disney Digor tanladi dedilar. Chunki Disney Digor tufayli sizni xursandchilingizga sababchi bo'lyaptilar. Sizni xursandchilingizga sherik bo'lyapti. Otajonim, siz uchun atalgan she'r. Ey umrim gavhari davlatim otam, dillari quyoshdir mehribonim otam, sizga izdoshdirman abadul abad, shu sabab ilm shod g'ururim otam. Bu dunyo sinovli yolg'onchi dunyo, o'tkaydir umrlari misoldir duago. Do'st degan ulfatlarim bo'lolmasa ammo, bo'lolmas siz kabi tarbiyachi odam. Bu qarsaklar siz uchun otajonim, dunyo to'lguncha to'ling. Sizni juda ham yaxshi ko'ramiz. Baxtimizga doim salomat bo'ling. Otajonim, endi shu fursatdan foydalanib sizga ancha vaqtdan beri aytolmagan tilaklari, ancha vaqtdan beri aytolmagan so'zlari bor, insonlari bor. Sizni juda ham yaxshi ko'radigan, sizni hurmat qiladigan, sizni yo'qotib qo'yishdan qo'rqadigan insonlar bor. Hamza akamni katta o'g'iljonimizga, buvijonimizga beramiz. Muhoya ismlari. Buvijonim, bitta otajonimni o'zingiz ham tabriklab berasiz. Mikrofonni yaqinroq ishlaysiz. Yaqinroq ishlang buvijonim. Ilohim sog' bo'lsin. Mana galimni mendan qo'sha qarabdim. Balag'inalari sog' bo'lib, to'y bo'lib, balali chaqali bo'lib, nevarali bo'lsinlar. Ilohim ular boshuna soyabon bo'lsin. Sizlar ham sog' bo'linglar. Aytganingiz kelsin. Nevaralarim, hamsoya qo'shnilarim, hamma sog' bo'lsin. Dunyodan chiqsin, ular ham hammasi sog' bo'lsin. Bugün yetip geldi balajonim. Gelince içimden neler öter. Onajonim, yig'lamang. Dunyoda yomon ish qiladiganlar yig'lasin onajonim. Siz yig'lamang onajonim. Ilohim sizlarga bizlarga Aytganingiz kelsin. tabriklab ko'ringlar. Aytganingiz kelsin. Alloh, aytganingiz kelsin. Onajonim, sizlarni xursand qilish bizlar uchun eng katta baxt. Sizni xursandchiligingizni ko'rish uchun bizlarga eng katta baxt. Umringiz uzoq bo'lsin. Shu fursatdan foydalanib, onajonimga ham katta rahmat aytmoqchiman. Onajonim, Mani o'g'illarim juda ko'p. Hamma hamsoya qo'shnilarim, o'g'illarim, nevaralarim. sizni ham juda ham yaxshi ko'ramiz onajonim. Baxtingizga sog' salomat bo'ling. Bizlar ham sizni farzandingizsiz. Umringiz uzoq bo'lsin. Gulnora onajonim, shu fursatdan foydalanib sizni ham tabriklamoqchiman. Shu yoshgacha onajonimizga hali surprizlarimiz-ku. Onajonimizga aytmoqchi bo'lgan gaplarimiz-ku. Shunchaki onajon sizni yaxshi ko'raman deyish oson, lekin uni yurakdan chiqarib yetkazib berish qiyin. Onajonim, qizingiz bilan suhbatda bo'lgan paytim aytdi, onajonimni yaxshi ko'raman, onajonimga yaxshi ko'rishimni yetkazib berishim kerak dedilar. O'zi kelganimizda, gaplashganimizda qizingiz juda ham o'zi ko'z yoshlarida bo'ldi, quvonch ko'z yoshlarida. Chunki bizlar dedi kichkinalarimizda dedi hech ham kasal bo'lmaganmiz dedi. Buni siri nimada deganimda onajonim shifokorim bo'lganlar dedi. Onajonim sirdoshim bo'lganlar dedi. Onajonim, siz uchun atalgan she'r bor. Jonim og'riganda shifokorim ona. Dilim og'riganda sirdoshim ona. Ishim yurishganda quvonchim ona. Ishsiz kunlarimda suyanchig'im ona. Kech qolsam tunlari uyqusiz ona. Ertaga tark etuvchi qo'rquvim ona. Butun umrim qalbimda sog'inchim ona. Bu dunyoda borlig'im g'ururim ona. Bu qarsaklar siz uchun. Dunyo turguncha turaysiz. Umrlaringiz uzoq bo'lsin. Hammalaringizni yaxshi ko'ramiz. Bizlarga eng katta baxt, eng katta boylik bu sizlarning borlaringiz. Onajonim, sizlar borsiz, bizlar boymiz. Bizlar borki, sizlar boysizlar. Bu bizlarning eng katta yutug'imiz va eng katta natijamiz bu hayotda. Har bitta o'zi yetadigan yutuqlarga, har bitta yetadigan natijalarga bu onaning duosi turadi. Har bitta yutuqlarda, har bitta natijalarda onaning duosi turadi. Onaning qo'llab-quvvatlashi turadi. Onajonim, Alloh sinov bergan mahalda uzoqlashdi yaqinlarim qiladi. Siz qoldingiz, boshim sizlar rahmat sizga onajonginam.
tushganimda boshimga kulfat, sizga kerak ekanman faqat. Betob bo'lsam qildingiz toqat, rahmat sizga onajonginam. Siz bor sira bilmayman taslim, siz bor sira egilmas qadrim. Dunyodagi eng sodiq do'stim, rahmat sizga onajonginam. Dunyo turguncha do'laysiz. Sog' salomat bo'laysiz. Otajonim, yuzlarga kiring. Endi xudo xolisa 100 yoshga kirganingizda kelib barcha yaqinlar bilan, o'g'aylar bilan tabriklash nasib qilsin. Endi mikrofonni sizga berishadi. Shu fursatdan foydalanib yaqinlarga, farzandlarga qanaqadir gapingiz bo'lsa yetkazib qo'yishingiz mumkin, otajonim. Rahmat sizlarga, avvalambor. Rahmat bular ham hammasini tashkillashtiribdi. Enamiz ham sog' bo'lsinlar mana. Hammasi sog' bo'lsinlar. Rahmat Shabnam qizimizga haddi. Juda ham yaxshi ko'rganmiz lekin juda ham harakatda bo'lganlarda otajonim shaxsanimiz uchun. Rahmat sizlarga. Dunyoda bor, o'zi dunyoda borliklaringiz bizlar uchun eng katta natija, eng katta marra. Bitta o'g'lingizdan ham meni tabrik so'zi eshitib qolaylik. Bitta shu fursatdan foydalanib bitta o'zingizni tabriklab qo'yishsin. Marhamat. Bitta qarsaklar bo'lsin shu akam uchun bitta. Ichidagi tilaklarni yetkazib berish juda ham qiyin-da. Shunchaki aytib qo'yishsin, lekin uni yetkazib berish juda ham qiyin. Akajonim bo'lsin. Mana dedam 45 yoshga to'ldilar. Hali bundan ham umri uzoq bo'lsinlar dedam. Mana shu boshimga shu oilamiz boshiga omon bo'lsinlar dedam. Shu dedam mana chet davlatda ketib ishlagan paytlar shu dadamni o'rniga shu ishlari qilib boshqa ishlar sam endi shu dadamni qiyin ishlarida maromiga yetkaza olmasdim, lekin shunga yaqinroq qilardimi, lekin shunda o'ylardi dadamga og'ir ekan, juda og'ir ekan deb. Shunda ota bo'lish juda qiyinligini tushundimda. Shu juda ham og'ir bo'lganligini shunda tushunibman. Shu baxtimizga shu dadam sog' bo'lsin iloyim. Rahmat, tug'ilgan kunlar muborak bo'lsin. Молодец. Otajonim, bizlar kelgan paytimiz bizlar ko'p xizmatlarda bo'lamiz otajonim. Endi har xil odam bor, lekin bitta narsaga amin bo'ldimki, farzandlaringizga shunaqa tarbiya berganingiz uchun, birovda qanday hurmat qilish kerakligini va oilani qanday qadrlash kerakligini o'rgatganingiz uchun, to'g'ri tarbiya berganingiz uchun kattakon rahmat otajonim. O'zi xush uydagi narsani qiladi deydi-ku, lekin tarbiya bo'yicha, qanday odamni hurmat qilish bo'yicha to'g'ri ta'lim va tarbiya berganingiz uchun kattakon rahmat otajonim. Dunyo turguncha turing. To'y martabangiz bundan da ulug' bo'lsin. Endi qizingizdan ham bitta tabrik so'z eshitamiz. Marhamat. Assalomu alaykum, birinchi bor hammaga dadajon siz tug'ilgan kuningiz bilan tabriklayman. Ilohim yuzlarga kiring. Bizani shuncha tarbiya qilganingiz uchun, shuncha voyaga yetkazganingiz uchun katta rahmat. Biza nima qilsak ham sizga juda ham kam, lekin bilaman, lekin bizani quvontirganimiz, hamma narsa qilganimiz sizga shu bo'ladi. Dadajon, ilohim yuzlarga kiring. Biza 45 ga kirgan bo'lsangiz ham sizni ishingizni qilolmadik, hamma narsangizni qilolmadik. Shunday yetdimki, bildimki, sizni hamma narsangiz qiyin ekan, sizni qilgan ishingiz qiyin ekan. Yuzlarga kiring ilohim dadajon. Garchi shuncha mag'rurdirsan, piyolaga egilar choynak. Shunday ekan manmanlik nechun, kibr havo nimaga kerak? Kamtarin bo'l hatto bir qadam, o'tma g'urur ostonasidan. Piyolani inson shuning uchun o'tar doim peshonasidan. Onajonimiz azizda tug'ilgan kuni ekan, Xudo umrini yaxshi o'tashini so'rayman. Hamma mana shunday kamtarin bo'lib yur. Qo'llaringni boshiga sog' bo'l. Baxtli insonlarga tegmasin ko'zlar. Ortingizdan qolsin chiroyli izlar. Onasin ishonchi oqlasin o'g'il, otasin boshi egmasin qizlar. Rahmat aytmayman. Akamni tabriklab chiqamiz deganda yomon gapirarkan. Allohlarning sog'liqni aytganingiz akajon. Otajonim, sizga dunyodagi barcha sovg'alarni sizga qancha qilsa ham kam. Bizlarni o'stirdingiz, ulg'aytirdingiz, hech kimdan kam qilmadingiz.
akamdan yana bitta kichkina sovg'alari bor. Tug'ilgan kunlar muborak bo'lsin. Tabriklab qo'yamiz. Rahmat. Kichik bo'lsa-da, Xudojonim, etaqli olsa akamlar orzu niyatlar qilib qo'ygan ekanlar. Umra safarlariga, xudo olsa hajlarga jo'natishni nasib qilsin Xudojonim. Marhamat. Assalomu alaykum hammalaringizga. Xush kelibsizlar. Aziz ukajon, tabriklayman. Musofir yurtlarda uyim, joyim, farzandlarimda shuncha azob ko'rib ishlaringiz, iloyim farzandlaringizni ro'yxatini ko'ringlar. Iloyim to'ylarimda bo'sh bo'lib, mana enam bilan birga ganim o'sha qari xo'ja ona, xo'ja buva bo'lib hammalaringiz shu farzandlarning ro'yxatini huzurini ko'ringlar. Tabriklayman, yuzlariga deyman. Rahmat, umrlaringiz uzoq bo'lsin. Rahmat, umrlaringiz uzoq bo'lsin. Otajonim, yana bir bor tabriklayman. Tug'ilgan kunlaringiz muborak bo'lsin. Yuzlarga kiring. Endi xudo olsa 100 yoshga kirganingizda kelib barcha yaqinlarimni Disney-dekor bilan tabriklash nasib qilsin. Rahmat. Endi so'z isboti bilan deganda barcha o'g'illarni raqsga taklif qilamiz. Hamma raqsga tushadi otajonim. Yuzlarga kiring. Bu qarsaklar siz uchun. Dunyo turguncha dirang. Hamma endi raqsga taklif qilamiz. Hamma o'g'illarni. Rahmat. Sizlar bilan kamina bekami bo'ldi. Tug'ilgan kunlar muborak bo'lsin. Rahmat.